Bu Coca-Cola eng yaqinlar uchun, yelkama-yelka turib, sizni ruhlantiradiganlar uchun. Ular nafaqat do'st, balki jigarlardir. Bu Coca-Colani kimga ulashmoqchisiz? iPhone 17 haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Agar siz hozir kanalimga obuna bo'lsangiz, men mushuklar uchun 1 gram yegulik ajrataman. Har bir yangi obunachi mushuklarga 1 gram taom degani. Demak, agar ushbu videodan 1000 ta obunachi kelsa, bu 1 kilogram yegulik ajrataman degani. Shuning uchun hoziroq obuna bo'ling, mushuklarni to'ydiring va meni bankrot qiling. iPhone 17 ning premyerasi 2025-yil 9-sentyabrda bo'lib o'tdi. Oldindan buyurtma 12-sentyabrdan boshlanadi. Sotuvga esa 19-sentyabrdan chiqadi. Yangi dizayni iyun oyida tarqalib ketgan. Seriyaga 4 ta model kiradi. iPhone 17 Pro, Pro Max va Air. iPhone Air yangi model hisoblanadi. Uning qalinligi atiga 5.5 mm. iPhone 17 ning displeyi yanada kattalashgan. iPhone 16 da 6.1 bo'lsa, 17 da esa 6.3 dyum. Orqa tarafdagi Apple logotipini pastroqqa tushirishgan. iPhone 17 larda titan korpusidan voz kechishdi. Sababi teplovodni kamaytirish uchun. Lidar va fonarikni boshqa burchakka o'tkazishdi. iPhone 17 investorlarga yoqmadi. Rasmiy saytida qiymati $1199. Bizda esa bitta Matizning puliga olasiz. Apple Rossiyaga rasmiy sotuvini to'xtatgan. Old kamera 12 megapiksel o'rniga 18 megapiksel bilan jihozlandi. Center Stage texnologiyasi qo'shildi. Center Stage bu foydalanuvchi harakatlansa ham uni kadr markazida ushlab turadi. iPhone 17 Pro Max ning orqa qismiga o'zgartirish kiritishgan. Kamerasining zoom'i yanada yaxshilandi. iPhone 17 ning o'zi har doimgidek oldingi holatda 3 baravar tirnalishga chidamli bo'lgan Ceramic Shield 2 bilan jihozlangan. Barcha modellariga ProMotion texnologiyasi qo'shildi. iPhone 17 ga A19 chipi qo'yildi. A19 Pro esa faqat Pro va Pro Max modellariga mavjud. Modellar yangi alyumin korpusi bilan jihozlandi. Har doimgidek kamera 48 megapiksel, Wi-Fi 7 va Bluetooth 6 bilan jihozlangan. Xotirasi 256 GB dan boshlanadi. iPhone Air titan korpusli. iPhone 17 Plus chiqmagan. Premyeradan so'ng iPhone 16 ishlab chiqarish to'xtatildi. Shpion viruslardan himoyalanishi uchun yangi xavfsizlik ishlab chiqardi. Birinchi kunidayoq yangi Pro modellarning dizayni tanqid qilindi. Odamlar kamerali blok tufayli ularning ko'rinishini Androidga o'xshatishgan. iPhone 17 Pro Maxda 39 soat uzluksiz video ko'rishingiz mumkin. 20 daqiqa ichida 50% gacha quvvatini to'ldirishingiz mumkin. Pro Max ranglari kulrang, sabzrang va to'q ko'k hisoblanadi. Apple kompaniyasi ekologiyaga juda katta e'tibor qaratishdi. iPhone 17 da 30% qayta ishlangan materiallar mavjud. Quyosh nurida yaxshiroq ko'rinishi uchun yetti qatlamli qoplama qo'yishgan. Dynamic Island endi kichikroq qilib ishlangan. Face ID yangi TrueDepth sensor tufayli 20% tezroq ishlaydi. Ekran yorqinligi 3000 nitgacha. Special video funksiyasi endi barcha modellarda mavjud. iPhone 17 kuchi MacBook Air'dan o'zib ketdi. Tungi rejim kamerasi yanada yaxshilangan. Ekran kontrasti 3 millionga yetdi va bu yangi rekord hisoblanadi. Cinematografik rejimida 8K da video olsangiz bo'ladi. Porti USB-C dan iborat. Simsiz zaryadlash tezligi 20 wattgacha oshirildi. iPhone 17 Pro Max ning batareykasi 5088 mAh. Knopkalari mexanika, dinamiklari 12% ga oshirildi. Hattoki antena past binolarda antena yanada yuqori bo'lishi va'da berishmoqda. Korobkasida dokument va zaryadchikalardan iborat. Ekrani 120 Hz. Pro Max ning tezkor xotirasi 12 GB. Xotiraning eng yuqorisi 2 TB. iPhone'da birinchi marta bug'lanish kamerali sovutish tizimi qo'llashdi. iPhone 17 ning kuchi avvalgi avlodga nisbatan 40% ga yuqori. Premyera YouTube platformasida bo'lib o'tdi. O'yinlarda Ray Tracing qo'llab-quvvatlaydi. iPhone Air zamonaviy biznes smartfon sifatida taqdim etilgan. Apple ning rasmiy aksessuarlari qimmatlashib ketdi. Apple iPhone 17 ga charm g'iloflarini ishlab chiqarmaydi. iPhone 15 va 16 larining narxi tushib ketdi. Ba'zi tahlilchilar iPhone Air'ni mustahkamligiga shubha bildirishmoqda. Apple o'ziga xos 5G modemini qo'ydi. iPhone 17 Pro Max og'ir
og'irligi 16 dan yengilroq. iPhone qutisi yanada kichikroq bo'ldi. Orqa panel shishasini ta'mirlash narxi arzonlashdi. iPhone Air'da batareya kamroq yopishtirilgan. Bu uni almashtirishni osonlashtiradi. Ekran OLED yonishiga nisbatan chidamliroq bo'ldi. Yangi energiya tejash algoritm ish vaqtini 2 soatga uzaytirgan. Hozircha iPhone 17 eng ekologik iPhone hisoblanadi. Lidar skaneri 2 baravar ko'proq nuqtani aniqlay oladi. Do'stlar, siz ham YouTube'da o'z kanalingiz bo'lishini xohlaysizmi? Lekin nimadan boshlashni bilmaysizmi? Hozir ko'pchilik shunday xatoga yo'l qo'yadi. YouTube kanalni o'zi ochadi, noto'g'ri nom tanlaydi, dizayn va so'zlamalarni xato qiladi va natijada bunday kanal hech qachon rivojlanmaydi. Shuning uchun biz sizga tayyor YouTube kanal ochib beramiz, kanalingiz uchun unikal nom topamiz, sifatli banner avatarka tayyorlaymiz va kanalingizni rekomendatsiyaga chiqadigan qilib sozlab beramiz. Hattoki hozirda ko'pchilik duch kelayotgan raqam bilan tasdiqlash muammosini ham hal qilib beramiz. Agar siz ham YouTube'da o'z kanalingizni boshlamoqchi bo'lsangiz, ekrandagi admin profiliga YouTube kanal so'zini yozib qoldiring. Biz esa sizga batafsil ma'lumotni yuboramiz. Pro Max'larda Vision Pro uchun obyektlarni 3D formatda skanerlab beradi. Old kamera jonli efir uchun yaxshilangan. iPhone Air yangi vibratsiya tizimidan foydalanyapti. A19 chipi neyron tarmog'i real vaqtda avtomatik tarjimani yaxshilaydi. Bu so'nggi 5 yil ichidagi eng innovatsion iPhone hisoblashmoqda. iPhone Air 2025-yil taqdimotining eng ko'p muhokama qilingan modeli bo'ldi. A19 Pro chipi sekundiga o'rtacha 45 trillontagacha operatsiyani bajaradi. iPhone 17 Pro yangi Image Signal protsessor bilan jihozlandi. Image Signal protsessor bu fotosuratlarni tezroq qayta ishlashi. Zoom paytida tasvirni barqarorlashtiruvchi funksiya qo'shildi. iPhone 17 ning kamerasini fotoapparatga yaqin bo'ladi deyishyapti. iPhone 17 Pro Max chiqishidan so'ng darhol DxO Mark reytingida yetakchi bo'ldi. Apple Maps endi to'liq offline rejimda ishlay oladi. Safari A19 chipiga moslab optimallashtirilgan va 25% ga tezlashadi deyishyapti. Air va Pro Display ramkalarining qalinligi teng deb va'da berishgan. Video, foto ilovasida AI effektlar bilan to'g'ridan-to'g'ri tahrir qilish mumkin. Old kamera safir qoplama bilan himoyalangan. iPhone 17 dagi Safari AI trackerlarni bloklaydi. Air va Pro Max modellari NFC orqali offline to'lov rejimida ishlay oladi. iPhone 17 chiqqanidan so'ng Apple aksiyalari tushib ketdi. Afsuski endi qora rangli iPhone 17 Pro Max yo'q. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada keyingi 100 ta fakt kim yoki nima haqida bo'lishini yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.